Jigarlar 2-3 minut vaqtingizni olaman. 2-3 minut vaqtingizni ichida ishli bo'lib qolasiz inshaalloh. Shu videoni to oxirigacha ko'ring, like bosing va shu videoni do'stingizga jo'natib qo'ying. Ko'pchiliklar so'rayapti edi. Ishxonalaringizni, yotoqxonalarni ko'rsating, qanaqa yotoqxonalarni, ishxonaning ichini ko'rsating deb turadi. Bo'lsa bu safar ishxonaning yotoqxonasini ko'rsataman. Yanagi safarga ishxonaning o'zini ko'rsataman. Nima ish qilinadi, qanday ishlar bor, oyliklari qanday, hammasini aytib o'taman. Mana shu yotoqxona raqamda ko'rib turibsizlar. Yotoqxonasi полный условиялari, четкий условиялari bor. O'zimizning kompaniyada, bu kompaniyada o'zim ham ishlayman. Yotoqxonasi ham четкий, hamma условиялari четкий. Kimgaki ish kerak bo'lsa, marhamat, срочный ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar, kelinglar ishga joylashinglar. Oyligi 120 mingdan 200 minggacha bo'lgan ishda ishlamoqchimisiz? Mana shu ishga kelib joylashsangiz bo'ladi. Yotoq joy, forma, transport, obed hammasini qilib beradi. Agarki xohlasangiz oylikli ish bor, xohlasangiz объемga ish bor. Xohlasangiz объемga ishlaysiz, ko'proq topish uchun, xohlasangiz oylikka ishlayman desangiz, oylikka ham ishlaysiz. Yoshiga o'tsak 18 yoshdan to 60 yoshgacha bo'lgan erkak va ayol kishilarni taklif qilamiz. Bu Moskovskiy oblast, Naglinskiy rayonida joylashgan. Moskva, Podmoskva dokumenti bilan absolyutni farqi yo'q, qabul qilamiz. Biz Qirg'iziston, Qozog'iston bo'lsa, kelib bemalol Qirg'iziston, Qozog'istondan kelsalaring joylab qo'yiladi. Bitta registratsiya qilib beradi, ishga chiqib ketaverasizlar. Absolyutni farqi yo'q. Kelasizlar, ishga joylashasizlar. Like bosinglar, shu videoni ish oqtarib yurgan do'stlaringizga